davramizga taklif qilamiz. To'ylar muborak sadolasi. Yoriga kelin poshsha İbo bilan kelibdi Kuyov tura yuragida Shpo bilan kelib Asta-asta qadam bosar Qutlug' bo'lsin qadamlar Asta-asta qadam bosar Qutlug' bo'lsin qadamlar Hayo bilan xiromaylar Ziyo bilan kelib Hayo bilan xiromaylar Ziyo bilan kelib To'ylar muborak Ey arjonim To'yxona bo'lsin Tandirlar jonima Yar yoray To'ylar muborak Rahmat kattakon Donyorbek Alimov va ular boshchiligidagi sozandalarimiz bugun sizning xizmatingizda bo'lmoqda. San'atkorlarimizga tashakkurlar bildiramiz hamda mehmonlarimizga yana bir bora xush kelibsizlar deymiz azizlar. To'ylar, yaxshi kunlar barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Ko'ngillarda yaxshi niyat to'ylar bugun. Yigit qizlar xirom aylab o'ynar bugun. To'yxonamiz jannat bo'lgan joylar bugun. Alloh farzi
vojib bo'lgan kundir bugun. Yana bir bora assalomu alaykum azizlar. Fayzli diyor to'yxonasiga tashrif buyurgan uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar azizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun mana elimizga to'lib toshib to'y tomosha berayotgan, orzu qilgan, duo qilgan kunlariga bugun erishib, o'g'illarini uylantirib, mana kelin tushirish baxtiga muyassar bo'layotgan ota-onalarimiz Sadulla aka, Zivarjon opa, sizlarga mana shu boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Xonadoningizga kelgan kelin baxt topgan bo'lsin, xizmatlari buyursin. Va mana shu kechamizning asosiy sababchilari bugundan boshlab yangi bir hayot ostonasiga qadam bosayotgan, oila degan sharafiy nomni qalblariga bir umrgacha qilib olayotgan kechamiz go'zallari Murodjon, Dildoraxon, sizlarga ham mana shu unutilmas kun to'ylari muborak bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'linglar, qo'sha qaringlar deymiz. Ota-onalaringizga halol xizmatlaringiz bersin. Dini diyonat tensiz, solih farzandlarni ota-onasi bo'lib, baxtini kamolni ko'ringlar. Baxt, omad mudom hech qachon sizlarni tark etmasin deymiz. Azizlar, biz mana shu fayziy oqshomimizni yaxshi niyatlar bilan kelin-kuyovlarimizga baxt tilagan holda boshlar ekanmiz. Bugun davramizga o'zlarini tabriklarini bildirish uchun, ilk tabriklarni bildirish uchun elning, mahallaning eng ulug', eng martabali insonlari, ya'ni mahalla oqsoqollarini mamnuniyat ila davramiz markaziga taklif qilamiz. Ularni tabriklarini eshitgan holda bugungi oqshomimizni boshlaymiz. Qani marhamat, keling, davramizda mahalla oqsoqollari bor bo'lsalar, ularni tabriklari bilan davramizni boshlasak, to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Eng avvalo xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun birlik mahallamizda yana katta bir to'y tantana Hammasi Sadulla akaning xonadonida o'g'ilni uylantiribdi. Shu fursatdan foydalanib shu yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilamiz. Kelajakda mahallamizga, yurtimizga bir namunali oilalardan biri bo'lib yetishsin deb tilakdoshmiz. Shu fursatdan foydalanib mana davramizda ochiq deb e'lon qilamiz. Mehmonlar o'yin kulgi bilan davom ettirishimiz mumkin. Rahmat katakon, salomat bo'ling, oilangizga baxt tilaymiz. Mahallangizda mudom yaxshi kunlar, to'ylarga ulanaversin. Azizlar, mana mahalla oqsoqollar o'zlarining samimiy tabriklari bilan bugungi oqshomimizni boshlab berdilar. Yana bir bora azizlar, to'ylar barchangizga muborak bo'lsin. Mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat, yana bir bora yoqimli ishtaha tilaymiz. Hamda go'zal kelin-kuyovlarimizga Allohdan baxt tilaymiz. Baxtli bo'linglar deymiz va kuyov yigitimiz Murodjon, marhamat, go'zal kelinchigimiz Dildoraxon yuzidagi oq pardani ham ochib qo'ysangiz deymiz. Qani marhamat. Muhabbatingiz so'nmasin aslo, nurga to'lsin bu yorug' dunyo. Orzularingiz bo'lsin u daryo, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar deymiz azizlar, to'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Bugun to'y tomosha berayotgan ota-onalarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Fayziy davramizni davom ettiramiz hamda davramiz markaziga o'zlarini ilk tabriklarini, niyatlarini bildirish uchun mana davramizda kelin-kuyovlarimizni guvoh do'stlari bor. Albatta biz ularni davraga taklif qilamizda, kelin-kuyovlarimizni yaqin do'stlarini chiroyli tabriklarini eshitamiz. Qani marhamat, keling, davramizga Murodjonni do'stlari, Dildoraxonni go'zal dugonalari davrada bor bo'lsalaringiz, mamnuniyat ila sizlarni davramiz markaziga taklif qilamiz. Ezgu niyatlar, tabriklar kelin-kuyovlarimizni guvoh do'stlaridan eshitamiz. Marhamat, keling. Shu qatorda biz fayziy davramizni boshlar ekanmiz. Bugun mana sizning xizmatingizda mana shu Diyor to'yxonasi xodimlari bo'lmoqda. Hamda bugungi to'yimizni chiroyli tasvirga olayotgan professional Jahon studiyasi yigitlari bugungi to'yimizni chiroyli tasvirga olmoqdalar. Biz yana bir bor mana shu ijodiy jamoamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Hamda kelin-kuyovlarimizni do'stlari tayyor bo'lsalar, albatta ularni taklif qilamiz. Kuyov yigitimizni do'stlari qani keling va kelin qizimizni dugonalarini tabriklarini eshitamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qizlar jonlar, xush kelibsizlar. Marhamat. Dugonamga baxt tilayman, og'am bilan birga baxtli bo'lsin. Dildaraga baxt tilayman, yosh baxtli bo'lsin. Jo'ra baxt tilayman, baxtli bo'l, qo'shqaning bilan qo'sha qara. Jo'ra baxt tilayman, baxtli bo'l, qo'shqaning bilan qo'sha qara. Eng yomon kunlaring shunday bo'lsin, Jo'ra.
Rahmat kattakon, yigitlar salomat bo'linglar, qizlarimizga ham baxt tilaymiz. Go'zal kelgusi chehrasini hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Orzu-umidlaringiz o'shasin. Albatta, sizlarga ham mana shunday quvonchli kunlar, to'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Mana davramizda kelin-kuyovlarimizni do'stlar o'zlarining tabriklarini bildirib o'tdilar. Biz esa oqshomimizni davom ettiramiz hamda endi mana har doimdagi to'ylarimizdagi an'analarimizga ko'ra mana kelin-kuyovlarimizning hayotlari mudom asalday shirin bo'lsin deymiz. Yangi hayot ostonasiga qo'yayotgan qadamlari qutlug' bo'lsin deymizda. Urf-odatlarimizga ko'ra tortlarni kesish bilan oqshomimizni davom ettiramiz. Qani marhamat kelin-kuyovlarimizni biz davraga taklif qilamiz. Mana shu davramimizdagi shirli tortlarimizni kesib qo'ysalar, hamda kelin qizimizni go'zal dugonalar albatta yordamlashlari mumkin. Hamda kuyov yigitimiz Murodjonning do'stlari marhamat davramizdagi shampa vinolarni ochsalaringiz hamda qizlar kelin-kuyovlar uchun maxsus qadahlar bo'lsa, qadahlarni ham olib kelamiz. Chiroyli go'zal musiqa sadolari bilan biz kelin-kuyovlarimizni davraga taklif qilamiz. Davramizdagi shirli tortlarni kesib, qizlarimiz bemalol mehmonlarga ham tort qilishlari mumkin. Go'zal musiqa sadolari bilan kelin-kuyovlarni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Mana shirli tortlarimiz ustida salyutlar bor ekan, qizlar salyutlarni o'qishlaringiz mumkin. Demak, mana tortlarimiz kesildi va shampa vinolar ham ochilgan. Marhamat oldin kelin-kuyovlarimiz qadahlarni uzatamiz va mana shu qadahlarimizni ko'tarib qo'ysalar, keyin esa bemalol shirli tortlarni ham bir-birlariga tortib qilishlari mumkin. Marhamat. Demak, endi esa qani shirli tortlarni uzatamiz. Kelin-kuyovlarga mana shu shirli tortlarni bir-birlariga tortib qilsalar. Marhamat. Mana izlar, hurmatli mehmonlar, fayzli davramizda tortlarimiz kesildi. Albatta kelin-kuyovlarimizni baxti uchun shampa vinolarimiz ham ochilgan. Biz esa oqshomimizni davom ettiramiz. Kelin-kuyovlarimizga yana bir bora baxt tilaymiz. Baxtli, saodatli bo'linglar deymiz. Hamda oqshomimizni davom ettiramiz. To'ylar izlar barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Albatta shirli tortlarni tortib qilib qo'ygan bo'lsalar, mana Diyor to'yxonasi xodimlari tomonidan davramizda chiroyli sahnalarimiz ham bezatilgan. Biz kelin-kuyovlarimizni davraga taklif qilamiz endi. Davramizda kelin-kuyovlarimiz uchun chiroyli vas bo'ladi. Kelin-kuyovlarimizni ajoyib vasga taklif qilamiz. Hamda mehmonlarimizni iltimos etamiz, iloji bo'lsa davraga
Biz kechamiz oqshomimizni davom ettiramiz. Yana bir bora ayrim texnik sabablarga ko'ra sizlardan uzr so'raymiz. Kelin-kuyovlarni go'zal vazga taklif qilamiz. Davramizning mehmon yulduzli san'atkori, o'zining chiroyli kuy qo'shiqlari bilan elimizni qalbidan joy olgan xushovoz xonanda Doniyorbek Alimov, ular boshchiligidagi so'zandalarimiz sizning xizmatingizda bo'ladi. Qani marhamat, kelin-kuyovlarni ajoyib vazga taklif qilamiz. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum deymiz. Kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz. Baxtli bo'lsin, ota-onasining xizmati bo'lsin. Marhamat, kelin-kuyovlarimiz uchun davom qilamiz qo'shiqlarimiz. Qanday go'zal edi bu damlar, qo'llashlashib yurardik birga, qilar edi kimga alamlar, havas edi sevgimiz kimga. Qanday go'zal edi bu damlar, qo'llashlashib yurardik birga, qilar edi kimga alamlar, havas edi sevgimiz kimga. Endi ortga qaytmaydi, yar sevdim deb aytmaydi, yuragimda qoldi hammasi birday armon, armon. Sog'inganim bilmaydi, men kutsam ham kelmaydi, usiz hayot bo'ldi go'yo yolg'on, yolg'on. Endi ortga qaytmaydi, yar sevdim deb aytmaydi, yuragimda qoldi hammasi birday armon, armon. Sog'inganim bilmaydi, men kutsam ham kelmaydi, usiz hayot bo'ldi go'yo yolg'on, yolg'on. Ishq zanjiri uzildi birdan, osmon yonar ohuzorimdan. Ishq zanjiri uzildi birdan, osmon yonar ohuzorimdan. Yuzi ko'zi shirin so'zlari, bir lahza ham chiqmas yodimdan. Yuzi ko'zi shirin so'zlari, bir lahza ham chiqmas yodimdan. Endi ortga qaytmaydi, yar sevdim deb aytmaydi, yuragimda qoldi hammasi birday armon, armon. Sog'inganim bilmaydi, men kutsam ham kelmaydi, usiz hayot bo'ldi go'yo yolg'on, yolg'on. Endi ortga qaytmaydi, yar sevdim deb aytmaydi, yuragimda qoldi hammasi birday armon, armon. Sog'inganim bilmaydi, men kutsam ham kelmaydi, usiz hayot bo'ldi go'yo yolg'on, yolg'on. Endi ortga qaytmaydi, yar sevdim deb aytmaydi, yuragimda qoldi hammasi birday armon, armon. Sog'inganim bilmaydi, men kutsam ham kelmaydi, usiz hayot bo'ldi go'yo yolg'on, yolg'on. Davom qilamiz shu qo'shiqlarimiz sari uchun. Barchalaringiz zo'ramizga, o'yinlarimizga taklif qilamiz. Yaqti tushganda juldirab, inju dishlari yaldirab, yaqti tushganda
coşkularımız. Toylarımda yürerler, bir yanımda durarlar. Korka dip bakırarlar, korka dip bakırarlar. Menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım. Yaşlığımızı eslep mektebimizge bardım. Nerede sizler sağındım, nerede sizler sağındım. Menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım. Aman olsun başların, akarmasın saçların. Yüzge girsin yaşların, yüzge girsin yaşların. Menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, sınıftaşlarım, menin dostlarım. Hamisha birga sınıftaşlarım. Sevgi malum yaşkaca, sezmedik şu vaxtkaca. Sınıftaşlar başkaca, sınıftaşlar başkaca. Menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım. Kağız kalemni aldım, şer yazıp tüge saldım. Sizlerini eski aldım, mektepni eski aldım. Menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım, menin sınıftaşlarım. Sınıftaşlarım, arkadaşlarım, her bir külümde yelkedaşlarım. Sınıftaşlarım, arkadaşlarım, her bir külümde yelkedaşlarım. Kılımız coşkularımız. Qarab tursam sana, qaşını taktın bana. İltimas gelip mene, yanımda oynasana. Qarab tursam sana, qaşını taktın bana. İltimas gelip mene, yanımda oynasana. Oyna hammani qaratıp, süper oyunlar yaratıp, etirlerini taratıp, nazlanıp oynasın. Oyna hammani qaratıp, süper oyunlar yaratıp, etirlerini taratıp, erkelep oynasın. Muhitcan, havardan bu. Sevip kaldım benim, sevip kaldın senem. Sevgenim yok adı, helem helem hele. Sevip kaldım
kelganimizni iltimos. Hey qara göz gel bari. Xo'sh kuylarim. yoshlarimiz uchun ixomonayam bato dig 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 maso ixomonayam bato itosh meleda senim malo malo frenim ya may mazagam ya shira ke darjanam ya may mazagam ya shira ke darjanam ya shira ke darjanam banaba
نقرام بو چاوکاڵی سێمانی ماڵ بەماڵی نگەڕام بۆ چاوکاڵی چاوکاڵم دۆزیەوە کەسی لێم نابێ حاڵی چاوکاڵم دۆزیەوە کەسی لێم نابێ حاڵی دگ 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 مەسۆ خۆمە نایم بە تۆ دگ 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 مەسۆ خۆمە نایم بە تۆ تۆش بێ لێ دەسێنم ماڵە و ماڵی فڕێنم دڵەمەی مازەکەم ناشیرەکەی هەڕژێنم ئاری جوانی گرشکە ئەبێم ساڵژن بێنم ئەبێم ساڵژن بێنم قوربانێ بە کوردستان شار بە شاری ئەمەیان گەڕام بۆ یاری کوردستان شار بە شاری ئەمەیان گەڕام بۆ یاری یارەکەم دۆزیەوە بینیم بەلوتی خواری یارەکەم دۆزیەوە بینیم بەلوتی خواری ئەی دیگە 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 مەسۆ خۆمە دۆزی و مەسۆ دیگە 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 مەسۆ خۆمە دۆزی و مەسۆ پێم شوێنی بۆ هەرزانە هەتا دەگاتە مەسۆ پێم شوێنی بۆ هەرزانە هەتا دەگاتە مەسۆ ویستم ماشێکی لێ بکەم خۆی نەداوە بەردەسۆ ویستم ماشێکی لێ بکەم خۆی نەداوە بەدەسۆ ئەو عینەکە لە چاوەکەم بێناغە خۆم ڕێگەم بە بابای بابای بانێ بە یەک دارچگەرە من ئاو میگرم devam et hadi koçlarımız.
biz oqshomimizni davom ettiramiz. Chiroyli qo'shiqlarimizdan so'ng tabriklar, qutlovlar sahifasi bilan fayziy davramizni davom ettiramiz. Qani marhamat, davramizdagi ukajonlarimiz, mehmonlarimiz o'z o'rnlarini egallab olsalar. Bir umrli baxtli xonadon quyosh nurin etmasin dalil. Siz bo'lasiz baxtli farovon, kunlar bo'lar charog'on yorug'. Garsidagi soflik muhabbat, qalb to'ridan joyi safaqat ayzlar. Oqshomimizni davom ettiramiz. Kelin-kuylarimizga baxtli va davramizga o'zlarini tabriklarini, niyatlarini bildirish uchun taklif qilamiz. Mana davramizda Xudo tarafdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor. Keling davramizga kelinimizni yangi joylarini hamda opa-singillarni davriga taklif qilamiz. Qani marhamat, keling davrida bor bo'lsalaringiz, demak sizlardan chiroyli tabriklar eshitamiz. Hurmat, ehtirom ila davramiz markaziga Xudo tarafimizdan kelgan mehmonlarimiz, ya'ni kelinimizni yangi joylari, keling davramizga. Opa-singillarimiz, qani marhamat, keling davrida bor bo'lsalaringiz, sizlarni taklif qilamiz. Ammajonlar, xolalar albatta bor bo'lsalar, Dildoraxonni barcha yaqinlari Fayzi to'yxonamizga yaxshi niyatlarni bildiramiz degan uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz, ya'ni kelin qizimizni opa-singillari, yangijonlari, xola ammalar bo'lsa bemalol tortinmasdan davramiz markaziga taklif qilamiz. Ularni chiroyli tabriklarini eshitamiz. Keling marhamat, bor bo'lsalaringiz, davramiz sizga muntazir. Xudo tarafimizdan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, keling davramizga. Eng avvalo xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Dildora bilan Murodjonga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Ikkona baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Dildora baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar, oilangizga baxt tilaymiz. Go'zal kulgu chehrangiz hech qachon tark etmasin. Mudom xonadonlaringizda to'ylar bo'lsin deymiz. Mehmonlarimiz tomonidan mana ezgu niyatlar, tabriklar aytildi. Murodjon, Dildoraxon, yana bir bora sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu oqshom mobaynida aytilayotgan barcha ezgu niyatlar yor bo'lsin deymiz. Hamda davramizni esa yana davom ettiramiz. Endi esa davraga chiroyli tabriklarni bildirish uchun mana davramizda kuyov yigitimizni eng yaqin do'stlari, ya'ni bolalikdagi birga katta bo'lgan do'stlaridan sinfdoshlarni men davraga taklif qilaman. Keling davrada bor bo'lsalaringiz, sinfdoshlarni ham samimiy tabriklari, niyatlarini eshitamiz. Keling davramizga kuyov yigitimizni sinfdosh do'stlari, albatta bor bo'lsa qizlarimizni ham davraga taklif qilamiz. Ularni tabriklarini eshitamiz. Marhamat, keling davramiz sizga muntazir. Ezgu niyatlar, tabriklar eshitamiz. Kuyov yigitimizni barcha sinfdoshlaridan. Keling. Marhamat. Xushkelibsizlar. Rahmat. Jora kursini ko'rdingmi? Murat, jora vaqt tilayman, baxtli qo'shqanim bilan qo'sha qari. Yezlicha kerak bo'ladi-da kursi. Estama jora. Oxirinda bo'ladi hozir. Muratjon, jora vaqt tilayman, baxtli bo'l. Jora vaqt tilayman, baxtli bo'l. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Muratjon, jora baxt tilayman, baxtli bo'l. Ota-onaga xizmat bersin. Muratjon, jora baxtli bo'l. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Kelinning ota-onaga xizmati buyursin. Baxtli bo'l jora. Muratjon, baxtli bo'l. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Ota-onaga xizmati buyursin jora. Eng yomon kunlaring shunday bo'lsin. Muratjon, jora tilayman, baxtli bo'l. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Murodjon, jora baxt tilayman. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Ota-onaga xizmati bersin. Murodjon, jora baxtli bo'l. Baxtli bo'l. Ota-onaga xizmati bersin. Aytingmi? Baxtli bo'l jora. Assalomu alaykum davra qatnashchilar. Murodjon, jora tabriklayman. Qo'shqanim bilan qo'sha qari. Ota-onaga xizmati bersin.
Notimiz shu, Bennida bir eng baxtli, aqlli oilalardan biri bo'lib yurishni nasib etsin jo'ra. Shu 9 kun deydi, shundan keyin 5 to'yini qilmoqda kelib nasib o'tirmoq nasib etsin jo'ra. Baxt tilayman, tabriklayman. Baxtli bo'l jo'ra, qo'shqaning bilan qo'sha qari. Murodjon jo'ra baxt tilayman, baxtli bo'l, qo'shqaning bilan qo'sha qari. Shu mahallada bir ko'zga ko'ringan bir chiroyli oila bo'lib yurmak nasib etsin. Shu neki niyat, neki havas bilan uylanib o'tirgan bo'lsang, niyatingga yetkazsan jo'ra. Ota-onangga xizmati bo'lsin. She'r aytacak. Aqmatni tabriklayman, Moskvadagi. Mening she'rim emas, Ramjonning she'ri. O'ynaganing bilyard bo'lsin, o'ynaganing milliard bo'lsin jo'ra. Tunda ishlaganing o'l bo'lsin, kunduzi qiz bo'lsin dedi. Ayt endi oxirgacha. Söyle. Murodjon jo'ra, baxtli bo'lg'aysan. Og'ayning ham tabriklayverdi. Abdullohim. Murodjon eshitib turibsanmi? Men qaramiz shu qo'ydi. Yo'llab ketdim o'zim to'z aytaman deb. Aytib bersin hozir. Murodjon jo'ra, tabriklayman. Baxtli bo'l. Qo'shqaning bilan qo'sha qari. Jo'ra, Gorka. Va'da istama va'da jo'ra. Jo'ra. Gorka! Jo'ra. İştesan. O'lin tabriklar. Jo'ra elashtirmaysan bo'la, bari ichgan Gorka yuradi. Tabriklayman. Gorka. Men ham eshitdim. Gorka Murod. Qo'sh var mı? Jo'ra. Gorka. Gol. Gorka. Mana jo'ra, qo'shqaning bilan qo'shaqari tabriklayman, baxtli bo'l. Ota-ona xizmati buyursin. Bo'ldi. Tabrikla tez. Mikrofon ketib qoldi. Jo'ra iki yaşga baxt. Şükürler 5 kunlar oturmak nasip etsin. Bo'ldi. Hepki. Rahmat ketajon, salomat bo'linglar yigitlar, baxtli bo'linglar, baxtomat hech qachon tark etmasin. Ishlaringizda rivoj omadlar tilaymiz. Azizlar, mana davramizni kuyov yigitimizni do'stlari tomonidan ham samimiy tabriklar, niyatlar aytildi. Murodjon, Dildoraxon, sizlarga yana bir bora baxt tilayman. Do'stlaringiz tomonidan aytilayotgan samimiy ezgu niyatlar yor bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'linglar, qo'sha qaringlar deb qolaman va biz azizlar oshog'imizni go'zal kechamizni davom ettiramiz. Yana bir bora xush kelibsizlar deymiz mehmonlarimizga, yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Keling-kuyovlarimizga esa baxtli bo'linglar deymizda o'tirishlariga ruxsat berib, davramizni yana ajoyib qo'shiqlarimiz, o'yinlarimiz bilan davom ettiramiz. Fayzi davramizning mezbon yulduzli san'atkori demak Donyorbek Alimov xizmatingizni demak navbatni yana ularga beramiz. Qo'shiqlarimiz, o'yinlarimiz davom etadi, marhamat. Davom qilamiz qo'shiqlarimiz sir uchun.
Слива гори, справа гори, Алтали Кавказ. Там Армения зажигает свой народный джаз. Слива гори, справа гори, Алтали Кавказ. Там Армения зажигает свой народный джаз. Аравай, вай, 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 аравай, вай, изгнались, вай, аравай, вай, 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 аравай, вай, изгнались, вай.
Birimizni iltimosa ko'ra qani marhamat akalarimiz uchun. O'tadi qo'shiqlarimiz aynan Tohirbek do'stimiz talablari bo'yicha digi bo'ladi ekan. Marhamat. Ikhwamonaym bato dig 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 maso ikhwamonaym bato itojmeli dasenam malo frenem ya may mazakam ya shirake darjanam ya may mazakam ya shirake darjanam ya shirake darjanam banaba Davom etadi qo'shiqlarimiz. Yigitlarimiz talablari bo'yicha.
bolita, rompe. Devam ededi qo'shiqlarimiz, opalarimiz.
Bitches gibt kein Kuss auf die Hand. Nur Fotos plus Autogramm. Easy, easy, tamam, tamam. Immer rufen die Kunden mich an. Und sie bringen mich um den Verstand. Heute schreit es 100 Gramm. Nur sie tamam, tamam. Hab eine Mali. Rock, rock your body. Durch die Stadt im Ferrari mit Kachbass und Barbies zu einer 80er-Party. Red nicht von an. Der Beat geht babam, babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy, easy, tamam, tamam. Easy, easy, oh, okay.
Talablari bo'yicha meneito, boom, boom, mamita, ven, 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 baila y mueve tu colita, colita bonita, con el meneito, meneito, boom, boom. Este meneito salió de Panamá, pero
Marhamat katakon, salomat bo'linglar. Tashakkurlar bildiramiz. Davramizda chiroyli raqslar bilan qatnashayotgan mehmonlarimizga, go'zal kelin-kuyovlarimiz, tog'alar, opa aka ukalarimizni davraga taklif qilamiz. Qani keling, yangi joylarimizni davraga taklif qilamiz. Mana shu fayzli to'yxonaga yaxshi niyatlarni bildiramiz deb tashrif bergan, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz, ya'ni kuyov yigitimizni barcha yaqinlarini men davraga taklif qilaman. Xola ammajonlarimiz keling, opa akalarimiz keling, davramizda bor bo'lsalaringiz. Shu qatorda mana shu ham qarindoshlar bilan birgalikda bugun mana orzu umidlari ushalib, duolari qabul bo'lib, mana shu farzandlarini, to'ylarini ko'rib, to'lib toshib qonib turgan kuyov yigitimizni padar buzrukvorlari, volidayn muhtaramlari bo'lgan ota-onalarimiz, Sadulaka, Zivarjon opa, sizlarni davraga taklif qilamiz. Qani marhamat keling, o'zlaringizni chiroyli tabriklaringizni bildirib, mana farzandlaringizga oq fotihalaringizni bersalaringiz. Qani marhamat, hurmat ehtirom ila ota-onalarimizni davraga taklif qilamiz. Tabarruk onalarimiz bor mana davramizda. Biz onalarimizni davraga taklif qilamiz. Marhamat, kelinglar davramizga. Qani keling, davramiz sizga muntazir. Ammajonlarimiz, opa akalarimiz, amakilarimiz, kelinglar. Xolalar marhamat keling. Onajonlarimiz qani keling davramizga. Yangi cho'llar shu qatorda. Keling, barchangizni davramiz markaziga taklif qilamiz va tabriklar, niyatlar eshitamiz. Sadulaka, Zivarjon opa, qani davrada bor bo'lsalaringiz, keling marhamat. Keling, ota-onalarimiz keling davramizga. Ammalar, xolajonlar keling, opa-singillarimiz tabriklarni bildiramiz degan amakilarimiz keling, tog'alar, kuyov yigitimiz, aka-ukalari, qani marhamat, keling davramizga. Oğlum Muratcan, kelinim desem bo'ladi, qizim desem bo'ladi, Dildara. Sizlarni bugungi quvonchli kunlaring bilan tabriklayman. Qo'sha qaring, doim baxtli bo'ling, bir-biringizga suyanchiq bo'ling, hamisha bir-biringizga hurmat qiling. Sizlarning yaxshi kunlarini ko'rib yurish hammamizga nasib qilaversin. Shu ikki oilaga ham bir mehr oqibatli inson bo'linglar. Sizlarni ko'rgan hamma havas qiladigan darajada oila bo'lsanglar deyman. To'ylariniz muborak bo'lsin. Rahmat otajon, niyatlaringiz ro'yib ketsa, farzandlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Xonadoningizda mudom yaxshi kunlar bo'lsa, onamizni tabriklarini eshitamiz. Xush kelibsiz yana bir bora. To'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekistonimiz, eng qadrli, qimmatli yoshlarimiz. Menakay ukamning tantanali kelinagan to'y bo'latir. Balasining to'ylaring muborak bo'lsin. Hammangizning to'ylaring muborak bo'lsin. Xudoyim hamisha to'ydan to'yda yuravergaysinlar. Sog'lik, salomatlik bilan, aka-ukalar, o'zbekchilik bilan, elimizning tinchligi bilan. Xudoyim yoshlarimiz o'savergay, baxtli, taxtli bo'lsin. Hurmatli qadrdan sazandalar, yoshlar ko'z timasin. O'ynadi, kuldi, yaxshi to'ylar bo'ldi. Bari Xudoyim baxtli, saodatli bo'lib, uylanmagani uylanavergay, chiqmagan qizlarimiz chiqavergay. Shu sazandalar ham to'ydan to'yda yursin. Barining baxti yetmasin, ishi qaytmasin. Ne niyati bo'lsa yetishavergay Xudoyim. Endi mana ag'an kelinimiz ukam bilan birga qo'sha qarilsin. Xudoyim sog' salomat birgalashib ukama xizmati bersin kelinim bilan. Bu da kelin uka. Umrlaring uzoq bo'lsin. Qo'shqonlaring bilan qo'sha qarig'aysan. Hamisha yaxshi kelin bo'lib, e'tiborli bo'lib yurgaysan. O'g'li, qizni juftdan tup, Xudoyim xizmatini yetib ko'nglim topqaysan. El kunga obro'li, e'tiborli, yaxshi kelin bo'lib chiqaysan. Vaqtli bo'ling, taxtli bo'ling. Hammangizning Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin.
Rahmat katakon. Salomat bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling onajon. Demak, biz endi opa akalarimizni tabriklarini eshitamiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat. Tabriklaymiz. Qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar, bir yaxshi namunali oila bo'linglar. Xizmati buyursin hammaga, kelinning va endigi yil farzand ko'rganlaringizda tabriklab kulib, sodlakamni nasib qilsin hammamizga. Hammani shunday to'ylarga yetkazaversin. Nega chechimim chechim? Sodlakam so'raverdi. Muratjon, mana bugun yangi hayotga qadam qo'yib o'tirar ekansan, qadamlaring qutlug' bo'lib, mana o'zing bilan tanlagan turmush o'rtog'ing bilan baxtli bo'laysan. Kelajakda eng bir ne только rayon Qarabağ O'zbekiston miqyosidagi eng baxtli oilalardan biri yetish nasib etsin. Kelasi shu kunlarga der etmasdan ko'payishlaringizni quvonch bilan kutib olish bizlarga nasib etsin. Sodlakam sog' salomatligini, chechamning sog' salomatligini bersin. Xizmatlaring bersin. Xudoyim baxt armasin sizlardan. İşlaringizda muvaffaqiyat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, inoq bo'linglar, soninglarni. Bir yaxshi inoq oila bo'lib, hamma havas qiladigan oila bo'linglar. Baxt tilayman sana. Rahmat, salomat bo'ling. Tilak bashilasi qalblarga qanot, shular birligida go'zaldir hayot. Tilak faqat dildan aytilsa, shular birligida go'zaldir olam. Demak, onaxonimizni talabiga binoan yana davramizda tabriklar davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin, mehmonlar, marhamat. Muratjon, bugun quvonchli kuning. Uka tabriklayman. 2 yosh baxtli bo'lsin. Qo'shqanar bilan qo'shqaringlar. O'zlaridan baxtli bo'linglar. Hamisha yaxshi neki niyatingiz, orzularingiz bo'lsa, niyatlaringizga erishavergaysizlar. Baxtli bo'linglar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Muratjon jiyan, shu kelinimiz ham qizimiz bilan baxtli bo'l. Hamisha shu akam bilan opama xizmatda yursin. Hamisha baxtli bo'linglar. Shu niyat etgan bo'lsa, niyatlaringizga yetinglar. Shu ikkala yoshga baxt tilayman, baxtli bo'lsin, xizmatlari ammam bilan sodlakama, og'ayin tug'onlarga buyursin. Qo'sha qarib yuringlar. Muratjon bilan Dildoraga baxt tilayman, akam bilan opamning xizmatlari buyururga. Shu 2 yoshga baxt tilayman, shu akam bilan opamning xizmati bersin hamisha. Muratjon baxt tilayman, Dildoraga baxt tilayman. Baxt tilayman, baxt bilan birga taxt tilayman. Hamisha shu eng yaxshi oilalardan, namunali oilalardan bo'lishingizga tilakdoshman. Shu kelinimizning qadami qutlug' bo'lsin, qo'shqani bilan baxtli, taxtli bo'lsinlar. O'zlaridan ko'payib, o'nib o'ssin. Xudoyim indigi shu kunlardan burun 5 to'ylarida da shunday deb o'tirganmiz. Xudoyim sodlakan bilan Ziyor opama xizmatlari buyursin, og'ayin tug'onlarga hammaga xizmati buyursin shu kelinimizning. Baxtli bo'lsinlar. Muratjon bolam, Dildora kelinim, iloyo umrlaringiz uzoq bo'lsin, qo'sha qaringlar. O'zlaringizdan ko'payinglar. Shu bizning xonadonimizga eshigidan kirib kelgan odamga hamisha kulib kutib oladigan kelin bu. Og'ayin tug'onga, qo'ni qo'shqiniga xizmat etadigan, hamma hurmat etadigan kelin bu deb tilayman. Iloyim baxtli bo'linglar, o'zlaringizdan ko'payinglar. Muratjon, Dildora, sizlarga uzoq umr, keng davlat, buzilmas baxt tilayman. Doim bilan chechama, og'ayin tug'onlarga
qo'shnilarga hammasına xizmatlarınız buyursun. Sizlerden kamalınız, baxtınız, taxtınızga suyanmakda hammaga nasip etsin. Baxtlı boğaysızlar, Sadlakan bilan Ziyora apama xizmati buyurg'ay. Hamma vaqt ibratli kelin bo'lib yurgaysan. Rahmat. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Mana bugun Muratjonning vaqtida o'tirgan ekanmiz. Dillara bilan ikkisiga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Farhod akang nomidan ham baxt tilayman. Rahmat kattakon to'ylaringizlar barchangizga muborak bo'lsin. Endi hozir shuni aytib o'tmoqchiman. Mana Rossiyada xizmat qilayotgan Abdulla akamiz bor ekan. Ular nomidan kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz. Hamda mana shu Abdulla akalari sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Ishlaringizda rivoj, omadlar tilab qolamiz. Kelin-kuyovlarni sizga ham xizmatlari buyursin deymiz. Va biz kechamizni davom ettirib, mana davramizda yana kuyov-yigitimiz akalari bor. Ularni tabriklari bilan oqshomimizni davom ettiramiz. Keling. Qalamlarning ichida qizil qalam chirali, yigitlarning ichida Muratjon ham chirali. Xafa bo'lmang kechadan, shundan ham chirali. Rahmat kattakon, salomat bo'ling, marhamat. Rahmat. Aka opa, to'ylar muborak bo'laversin. Va ukamlar baxtli bo'lsin. Xudoyim qo'sha qaringlar, birli chibirli bo'linglar. Va xizmatingiz hammaga beraversin Xudoyim. Elimizga, yurtimizga baxtli bo'linglar. Nima deymiz endi buni? Bojaka baxtli bo'lsin 2 yosh. Sadlakan bilan mana ammam Ziyora opam, Xudoyim shu yer yo'q menda. Qo'sha qaringlar, birli chibirli bo'linglar. Xudoyim hammani qaramdan shunday yaxshi kunlar to'ylab olavergay. Amin. Umidama bering. Mana urverdim yaxshi. Bolaning atimdan o'zim tabriklayman. Muratjon ukasi, Dildora kelini, qo'sha qarinlar, baxtli bo'linglar. Uzr. Umrimiz uzoq bo'lsin, alqagan davom etsin. Chiqmay qoldi. Uzr. Uka tabriklayman. Baxtli kun qo'y bu xudo. Gaplar chiqmay qoldi uzr. Tabriklayman Jo'ra. Ukam shagirdim emasdan bu mening. İçimde gaplarni ayta olmadim. Baxtli bo'lasizlar Xudoyim. Yaxshi niyatlanman sizlarga. Farhod akam yo'q, uning ham atidan yaxshi niyatlanman sizlarga. Sog' bo'ling, ish qilib. Ichimdagi gaplarni ayta olmadim, xafa bo'lmaysizlar. Jiyan baxtli bo'l, qo'shqandan qo'sha qari. Shu xizmatlar buyursin kelmish. Sadlakan jiyarim. Baxtli bo'l. Muratjon, kelin baxtli bo'linglar. Amma sizlarga xizmatlari buyursin. Shu farzandlari ko'p bo'lsin, shu farzandlarning ham sizlarga xizmatlari buyursin. Quvonchli kunlaringizda bizlar ham sherik bo'lmoq nasib etsin. Baxtli bo'lsinlar. Muratjon aka, baxtliman, baxtli bo'l, qo'shangni qo'sha qara. Shu ammam bilan Sadlakan xizmatlari buyursin. Shu yaxshi kunlaringizda shunday o'tiraverik. Sog'lik, salomatlik. Muratjon, Dildora tabriklayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Eng yomon kunlaringiz shunday bo'lg'ay. Atama, opama xizmatlaringiz buyurg'ay. Doim hamisha kulib o'ynab o'rgaysizlar. Shirin shakar farzandlar ota-onalari bo'lib kulib o'ynab o'rgaysizlar. Baxtli bo'linglar. Rahmat.
Kattakon rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Oilangizga baxt tilaymiz, xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Azizlar, mana davramizda ota-onalarimiz, barcha qam qarindoshlar o'zlarining samimiy tabriklari, niyatlarini kelin-kuyovlarimizni baxt uchun bildirdilar. Yana bir bora Murodjon, Dildaraxon, baxtli, saodatli bo'linglar. Qo'sha qaringlar, ota-onalaringiz aytgandek hamma havas qiladigan go'zal oilalardan biri bo'lib, shirinda shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib baxtini ko'ringlar deymiz. Yana bir bora to'ylar azizlar barchangizga muborak bo'lsin. Kelasi yil qudalaringiz xonadoningizga qo'shilib 5 yil olib kelib, xonadonlaringizda 5 yil to'ylar bo'lsin deymiz. Qani endi kelin-kuyovlarimizni davraga taklif qilamiz. Guldastalarini onajonlarimizga, opa-akalarimizga taqdim qilsalar, to'ylar muborak. Kelin alla bolam desin, kuyov bola uni suyib, jonim gulum lolam desin. Duo qiling bir yil o'tib, kelin alla bolam desin, kuyov bola uni suyib, jonim gulum lolam desin. Bogoy qaynonasi, ishonchdağı otasi, duogo'y qaynonasi, ishonch
boshlarida soyabon birdek bolam desin boshlarida soyabon birdek bolam desin farzand bersin Xudoyim o'g'il qizmi iloyim farzand bersin Xudoyim o'zbek nomin dunyoga tanitib yursin doim o'zbek nomin dunyoga tanitib yursin doim duo qiling bir yil o'tib kelin alla bolam desin yo bola uni suyib jonim gulim lolam desin kelin alla bolam 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 desin kelin-kuylarimizga baxt tilab tabriklaymiz baxtli bo'lsinlar rahmat shu basti bir o'ynab kulgan bolalardan biri bo'ladi qo'shqon bilan qo'sha qarayib bir chiroyli soliha farzandlari ko'p bo'lsin do'stim aqlli saodatli